Har doim nisbatan ustun mavqega ega bo'lgan insonlar o'zlarini qulaylikda his qilishlari kerak. Ularni mamnun qilish yoki ularda yaxshi taassurot qolish uchun harakatlarni ko'paytirib yubormang. Yo'qsa, buning aks natijasiga duch kelishingiz mumkin. Ularda qo'rquv va ishonchsizlik tuyg'ularini uyg'otish ehtimoli katta. Ular doimo sizdan ko'ra yorqinroq ko'rinishlari lozim. Shu orqali yuqori natijalarga erishasiz. Navbatdagisi bu reputatsiya, ya'ni sizning obro'yingiz. Siz haqingizda kimdir gaplashganda yoki sizni kimgadir tavsiya qilishganda birinchi navbatda sizning reputatsiyangiz gapiradi. Yodda tuting, sizning ismingiz bu sizning shaxsiy brendingiz. Doimo turli xil usullar bilan e'tiborni o'zingizga tortishga harakat qiling. Chunki ko'rinmaydigan yo'q narsa qiymatga ega emas. Atrofingizdagilarni magnit kabi o'zingizga jalb qiling. Qolganlarga o'xshab muloyim, kamtar bo'lib yurgandan ko'ra, rangliroq va sirliroq bo'lgan holda harakatlanish ancha foydaliroq. Bunda sizga sizning ovozingiz, intonatsiyangiz, yurishingiz, kiyinishingiz yoki soch turmagingiz yordam beradi. Hech qachon hech kimga parodiya qilmang. Hech kimning harakatlarini takrorlamang. Individuallik bizning eng yaxshi qurolimiz. O'zingizga foydali bo'lgan voqeliklarni targ'ib qilish uchun boshqa insonlarning ongi, bilimi yoki harakatlaridan foydalanishingiz mumkin. Bunday harakatlar ketma-ketligi nafaqat sizning vaqtingizni va kuchingizni tejaydi, balki sizni muvaffaqiyatli inson qilib ham ko'rsatadi. Napoleonning yonida bo'lgan sarkardalarning nomini hech kim bilmaydi. Lekin Napoleonning ismini hamma eslab qolgan. Siz uchun boshqalar qilish mumkin bo'lgan harakatlarni o'zingiz hech qachon qilmang. Nimadirni o'rganish uchun millionlab, milliardlab manbalar bor. Hayot qisqa va bilimsiz hayot emas. Bilim olish uchun eng ajoyib vosita bu boshqalarning ishi va tajribasi. Ayiq uchun asal bu tuzoq. Ovchi ayiqni yakkama-yakka jangda mag'lub qila olmaydi. Burchakka taqalgan hayvon har doim hayot uchun jon jahdi bilan kurashadi. Agarda u burchakka taqalganligini bilmasa, kurashishning ma'nosi yo'q. Shuning uchun ham gohida asaldan foydalangan ancha samaraliroq. Sodda tilda aytadigan bo'lsam, tupikka tushgan odam jon jahdi bilan tupikdan chiqishga harakat qiladi. Lekin shu odam tupikka tushganini bilmasa-chi, harakat qilmaydi. Bunaqa odamni tupikda qoldirish ham mumkin. Natijalar iloji boricha ko'proq va yorqinroq bo'lishi kerak. Ya'ni hammaning ko'z o'ngida. Ehtimolan qilishingiz mumkin bo'lgan, lekin hali qilmagan ishlaringiz qiymatga ega emas. Shuning uchun ham yaqqol natijani ko'rsatgan doimo yaxshi samara beradi. Har doim kerakli bo'lishga harakat qiling. Sizga qanchalik ko'p ishonishsa, sizda shunchalik ko'p erkinlik bo'ladi. Qo'pol va aniq qilib aytadigan bo'lsak, boshqalarning baxt saodati va farovonligi sizga bog'liq bo'ladi. Hech qachon insonlarga o'zingiz bilgan 100% ma'lumotni o'rgatmang. Shunda ular o'zlarini boshqara olmaydilar. Doimo sizga muhtojlik seziladi. Kerakligingiz ham doimiy ravishda bilinib turadi. Va albatta doimiy ravishda takrorlaganimdek, nima gapirayotganingiz emas, qanday gapirayotganingiz muhimroq. Agar kim bilandir, misol uchun ofisda yoki boshqa biron bir yerda yaxshi munosabatlarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, javobini bilsangiz ham savollar bering. Bu u insonning sizga bo'lgan munosabatini anchagina yaxshilaydi. Chunki insonlarga maslahat berish doimo yoqadi. Boshni pastga silkitish. Kimdandir nimadir so'raganingizda o'zingiz boshingizni silkitadigan bo'lsangiz, bu ijobiy javob olishingizga yordam beradi. Ya'ni nimadir so'radingiz va suhbat jarayonida bu usulni qo'llash suhbatdoshingizning sizga bo'lgan moyilligini anchagina oshiradi. Ya'ni u gapirmoqda, siz esa uni qo'llab-quvvatlab turibsiz. Umuman olganda sizni qandaydir taklif qoniqtirmoqda, lekin ko'prog'idan voz kechmagan bo'lardingiz. Bunday holatlarda birozgina hafsala pir bo'lganligini ko'rsating. Agarda qandaydir inson sizni bahsga yoki janjalga tortmoqchi bo'lsa, unga yoqimli narsalarni ayting, uni maqtang. Shu orqali unda baxshiyona hayajon paydo bo'ladi. Chunki u sizning harakatlaringiz ketma-ketligini tushuna olmaydi. Yodda tuting, odamlar kunning boshida yoki oxirida bo'lgan voqeliklarni yaxshi eslab qoladilar. Shuning uchun ham muhim uchrashuvlarni aynan shu vaqt oralig'ida o'tkazish tavsiya qilinadi. Bundan tashqari, siz gapirayotgan gaplaringizda ham faqatgina boshi va oxiri yaxshiroq eslanib qoladi. Endilikda siz nutqingizni o'zi, gap-so'zlaringiz qiymatini oshirib, unga salobat berishini istasangiz, faqat nazariy emas, balki amaliy mashqlar, psixologik yondashuvlar va samarali texnikalar yordamida
Bu mahoratni egallamoqchi bo'lsangiz, nutqingizni, talaffuzingizni va gapirishdagi ishonchni oshirmoqchi bo'lsangiz, so'zlaringiz ohangli, o'tkir va salobatli chiqishini istasangiz, unda Nodir Nuriddinov Instagram sahifasiga obuna bo'ling. Yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'ring. Bilimlaringizni oshiring va nutq orqali hayotingizni o'zgartiring.